Turmuş seviyem yaxşılansın desiniz, İngiliz tili öğrenin. Kasbi hayatınızda texmi köp fürsətlarni qo'lga keltiray desiniz, texmi köp ishlar ichilsin desiniz, İngiliz tili öğrenin. Men dunyoning diqqatiga muhtoj, xalqaroliq yordamga ehtiyojim bor desiniz, İngiliz tili öğrenin. Agar kompyuter texnikasiga nayti pishiq bo'lsangiz, albatta bu orqali nurg'un iqtisodiy qimmat yaratqili bo'ldi. Shu kompyuter texnikalarini yaxshi egallash uchun ham ingliz tilini yaxshi bilishingiz kerak. Salam do'stlar, welcome to English with Erkin YouTube channel. I'm Erkin. İngliz tilini yangicha, erkin, yengil o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu kanalga yaxshi ergashing. Bu kanalda qaranlik holda har xil mazmundagi videolar yo'llanib turildi. Bugungi videomizda bizning tanishadiganimiz bo'lsa, intayin muhim bo'lgan ingliz tilidagi asosli savodlarning biri o'zini qanday tanishtirish mazmuni bo'ldi. Mayli bir kim bilan yangi tanishgan vaqti bo'lsin va yoki ingliz tilida 100 turani imtihon bermoqchi bo'ling, o'zingiz to'g'risida so'zlash uchun sizga bu darsimiz intayin foydali bo'ldi deb o'ylayman. Qani diqqatingiz davomli videoda bo'lsin. Men bu yil 35 yoshga kirdim. I'm 35. Bu cümlede 35 yoshga kirdim degan cümlenin oxiridagi bo'ligi ilib tashlangan. Men 35 deb javob bersangiz ingliz tilida shu 35 yoshga kirganligingizni ifodalaydi. Bu shakl bo'lsa ingliz tilidagi eng asosiy, eng oddiy shakli. Ammo real turmushda bakrak ko'p ishlatiladigan bo'lsa I just turned 35. I just turned 35. I'm turning 35 and it's fantastic. I'm turning 35 and it's fantastic. Mushu qirqi uch xil shaklning uchilisi men bu yil 35 yosh kirdim degan ma'noni ifodalaydi. Agar aniq yoshingizni deyishni to'g'ri ko'rmasangiz, albatta yoshingizning bir doirasini deb bersangiz bo'ldi. Masalan, I'm in my early 30s. I'm in my mid-40s. I'm in my late 50s. Agar biraylar sizdan yeshingizni so'rgan vaqtida, ammo sizning yeshingizni deb berganingiz yo'q ahvol ostida, nihoyat chiroyli holda if you don't mind, I prefer not to say deb javob bersangiz bo'ldi. If you don't mind, I prefer not to say. Odatda cho'nglarimiz yoki cho'ngdadi cho'ngaplarimiz ba'zida deb qo'ydi, men yeshimning qancha kirganini unutib qoldim, yeshimni bu yil qancha kirganini uqmayman, men yeshimni sanashni to'xtatdim degandek mushundaq bir xil ma'ni ifodalaydigan jumlani demoqchi bo'lsangiz, I've lost the track of my age. I've lost the track of my age. Bu cümledeki cümle şekli bo'lsa, biz bundan burun bir qancha qatim ko'rgan present perfect simple, I've lost the track of my age. Bana nisbatan yeshimning qancha kirganligim ancha muhim emas. Yosh to'g'risida so'zlaganda, yuqorqi jumlalarning xohlagan birini o'zingizning ahvoliga mos keladigan, o'zingiz eng yaxshi ko'radigan jumla shaklini tanlab turib ishlatsangiz bo'ldi. Ba'zida bu xil ahvolga hammamiz uchrab qolamiz. Bugun kunga nima desa, dushanba, chorshanba, juma kunning nimaligini uqmay qolamiz, soatning qancha bo'lganligini uqmay qolamiz. Shundaq ahvol ostida boyqa jumladagi my age ning o'rniga time ni almashtirsak ham I've lost the track of time degan jumla bo'lsa, bugun kunning nimaligini unutib qolibman, vaqt uqumi toza aniq bo'lmay qoldi degarak ma'ni ifodalaydigan jumla bo'ldi. Men Urumchida tug'ilgan va Urumchida cho'ng bo'lgan. I was born in Urumchi and I grew up in Urumchi. I was born in Urumchi and I grew up in Urumchi. Deganimiz grow up ning o'tgan zaman shakli bo'lib, cho'ng bo'lgan degan ma'ni ifodalaydi. Boshqa xil ifodalash shakllari bo'lsa, I was brought up in Urumchi. I was brought up in Urumchi. To bring up degan so'zning o'tgan zaman shakli bo'ldi, brought up. I was raised in Urumchi.
Men Urumchida cho'ng bo'lgan. I was raised in Urumchi. Men ma'lum bir shaharda cho'ng bo'lgan degan jumlani demoqchi bo'lsangiz, yuqorqi 3 xil jumlaning qolgan birini tanlab turib ishlatsangiz bo'ldi. Ya'ni I grew up in Urumchi. I was brought up in Urumchi. I was raised in Urumchi. Bu yerda bu raised degan so'zni ishlatgan vaqtimizda kallamga bir jumla kelib qoldi. Doim anglab qolamiz. Masalan, Brian was raised Catholic. Brian bo'lsa katolik oilasida, katolik tarbiyasida cho'ng bo'lgan degan jumla shakli bo'ldi. Uyg'ur tilida adab axloqliq, qoida yo'sinliq, aqlliq cho'ng bo'lgan bolalarni bo'lsa, nihoyatda yaxshi cho'ng bo'lgan bo'lgan deb qo'yamiz. İngliz tilida bo'lsa, he was a well brought up young man deb ishlatsangiz bo'ldi. He was a well brought up young man. Bu yerdagi well brought up bo'lsa, yaxshi cho'ng bo'lgan degan ma'ni ifodalaydi. Bu yerdagi brought up bo'lsa, to bring up ning o'tgan zamon shakli. Endi Uyg'ur tilida nihoyatda ko'p uchraydigan, ko'p ishlatiladigan oila tarbiya degan so'zni ko'raylik. Bu so'z bo'lsa, boya ishlatgan to bring up degan mushu fe'lning ism shakli upbringing. Upbringing. Bu yerdagi upbringing bo'lsa, haqiqatan mushu biz Uyg'ur tilida deydigan oila tarbiyasi degan so'zga mos keldi. Masalan, bir qizning ota-onasi nihoyatda talabchan bo'lsa, u qizning o'sib yetilishida u qizni nihoyatda ching tutgan bo'lsa, oila tarbiyasi nihoyatda ching bo'lgan bo'lsa, she had a strict upbringing. She had a strict upbringing. Bu jumladagi strict deganimiz nihoyatda qattiq qo'l, talabchan, upbringing bo'lsa, oila tarbiyasi degan ma'ni ifodalaydi. She had a strict upbringing. Agar biraylarning ota-onasi ma'rifchilar bo'lgan bo'lsa, ma'rif oilasi cho'ng bo'lgan bo'lsa, masalan, o'qimishli bir oilada cho'ng bo'lgan bo'lsa, bu jumla ingliz tilida he had an academic upbringing. He had an academic upbringing. Bu yerdagi academic bo'lsa, akademiya yoki ma'rif sohasi, upbringing bo'lsa, oila tarbiyasi deganga ma'no vakillik qildi. Xo'sh do'stlar, bugungi darsimizning mazmuni mushagich bo'ldi. Bu videoni ham bahrilab qo'yishni unutmang. Abone bo'lmagan bo'lsangiz, tezdan abone bo'ling. Bu kanal butunlay yaxsiz. Har qanday taklif fikrlaringiz bo'lsa, videoning ostidagi inkas qismiga yozib qo'yishni unutmang. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.